Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı bolsun. 15 devletning baş elchisi Chen Quango bilan ko'rishishni talab qildi. 15 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha 15 davlatning Xitoyda turishliq baş elchilari atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sekretari Chen Quango bilan ko'rishishni talab qilgan. Xitoy taraf bo'lsa bu talabni adabsizlik deb qaragan. 15 g'arb davlatining Xitoyda turishliq baş elchilari birlashib maktub yozgan bo'lib, maktubda atalmish Abnum rayon sekretari Chen Quango bilan bevosita uchrashish va Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlar ustidan yurgizilayotgan inson haqlari dafsandichiligi haqida tushuncha berish talab qilingan va Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizayotgan bostirishlariga qattiq noroziliklarini bildirgan. Chen Quangoga sunilgan birlashma maktubning Kanada boshida bo'lib, Germaniya, Angliya, Fransiya, Shvetsiya, Avstraliya, Gollandiya, Irlandiya, Shveysariya, Belgiya, Norvegiya, Estoniya, Finlandiya, Daniya qatorliq 15 davlat tarafidan qo'llanganligi bildirildi. Tashqi ishlar ministrligi amaldorlari maktubning texmi ko'p kishining imzo qo'yib qo'llashi uchun boshqa davlatlarga ko'rsatilayotganligini bildirdi. Xabarda bayon qilinishicha, bu yil 8-oyda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti 1 milliondan ortiq Uyg'urlarning Xitoyning yig'ib olish lagerlariga qamalganligi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga erishgan. Kishilik huquq faoliyatchilari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari va g'arb hukumatlari Xitoyning Uyg'urlarni zo'r ko'lamda tutqun qilishi va qattiq nazorat ostiga elishiga qattiq qarshilik bildiradiganligini bayon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyang agar yuqoridagi davlatlar yomon niyat va bir taraflama qarash bilan Xitoyning ichki ishlariga aralashishga urinayotgan bo'lsa, qattiq qarshi turadiganligini bayon qildi. Uning bildirishicha, ularning qo'ygan talabi birlashib Xitoyga besim qilish hisoblandi ekan. Türkiye parlamentida ikki partiya millat vakillari Sharq Turkiston haqida hukumatni harakatga chaqirdi. Tunugun Millatchi Harakat partiyasi Sivas millat vakili Ahmet O'zyurak Türkiye Büyük Millat Majlisida qilgan so'zida Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelgan edi. Orqadilla Millatchi Harakat partiyasi Mersin millat vakili Ülke Ocaqlari ilm va kultur rahbar raisi Olcay Klaus apandi so'z qilib, Türkiye Tashqi ishlar ministerini Sharq Turkiston masalasi haqida tadbir elishga chaqirdi. U so'zida mundaq dedi: "Bugun Sharq Turkiston, Yaman, Falastin qatorliq dunyoning har qaysi rayonlarida elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'lyapmiz. Mazlumlar igichaqisiz qilib, zolimlar haddidan oshmoqda. Dunyo bu zulmlarni ko'rmas bo'lib oldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tayyorlagan dokladlarga jiddiy qaraydiganlar yo'q. Mazlumlarning faryodlari parvosiz qoldi. Bugungi kunda Sharq Turkiston uchuq turmaga o'zgartirildi. Sharq Turkistonning osmonidan yergacha taqab iskanjiga elish orqali dunyodan butunlay ayirib, har turli zulmlarni yurgizib, irqiy qirg'in qilishlar o'lim bilan oxirlashyapti. Sharq Turkiston dunyoning jahannamiga aylantirildi. Xitoy 2017-yildan boshlab Sharq Turkistonda ta'sis qilgan yuzlarcha lagerda az deganda milyonlarcha Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq qarindoshlarimizni sababsiz tutqun qilib iskanjiga elayotdi. Kichik farzandlarini ota-onasidan majburiy ayirib lagerlarga qamayotdi. Xitoy qo'shmoq tuqqan nomida musulmon turklarining oilasiga Xitoylarni o'rinlashtirib, Uyg'ur turklarini nomussizlarcha Xitoy bilan bir oilada yashashga majbur qilmoqda. Ishpatlik Uyg'ur turk qizlari har xil vositalar bilan nomussizlarcha Xitoy bilan to'y qilishga majburlanmoqda. Türkiye bilan muqaddas zamin Makkaga borgan musulmonlar tutqun qilinmoqda. Oila ichidan birining chet elda bo'lishini tutqun qilishning bahonasi qilmoqda. Türkiye fuqarosi bilan to'y qilgan Uyg'ur turklarining Turkiyaga kelishi cheklandi. Musulmon turklar diniy e'tiqodi bilan milliy madaniyatini inkor qilishga majburlanmoqda. Xitoy tilini bilmaslik sababidan turkcha so'zlaganlar jazolanmoqda. Oila kishilari lagerga tutqun qilingan farzandlarga yaqin tuqqanlarining ega bo'lishi cheklanmoqda. Türkler kuzatish kamerasi qatorliq har xil vositalar bilan qattiq kuzatilmoqda. Turklarning DNA qon avrishkisi, badan alohidaligi majburiy xotirlanib, uchur omborlarida saqlanmoqda. Biz Xitoyga tövandagidek chaqiriq qilamiz. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'in qilish qilmishingni darhol to'xtat.
atalmış Uyghur avtonomiya qonunlariga asosan Xitoy fuqarolariga qanday muomala qilingan bo'lsa, u yerdagi turklarga ham shunday muomala qilinishi hamda Xitoy xalqaro va'da qilgan inson haqlari prinsipini ijro qilishi kerak. Atalmış tarbiyalash markaz nomidagi lagerlar taqilib, tutqun qilingan begunoh kishilar qo'yib berilsin. Sharq Turkiston turklariga qo'yilgan sayohat cheklamlari darhol amaldan qoldirilsin. 2014-yilda tutqun qilingan Ilhom To'xti darhol qo'yib berilsin. Türkiye Tashqi ishlar ministri Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelib, zarur bo'lgan diplomatik tadbirlarni ishlashini umid qilaman. Sharq Turkiston xalqi yolg'iz emas. Al bayroqdan ko'k bayroqqa salom bo'lsin. Yoshsun haqliq Sharq Turkiston da'vosi, yoshsun zolimlar oldida egilmagan qarindoshlarimiz. Yoshsun Turan hükümdarlığı, yoshsun qadrli Türk milleti. Günümüzde Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumundadır. Ülke yerden göğe kadar adeta çelik perdelerle kapatılmış, dünyadan tamamen izole edilerek zulmün, işkencenin her türlüsünün denendiği, katliamların ve toplu soykırımların uygulandığı, mazlumların figanının ölümlerle kesildiği fani dünyanın adeta bir cehennemine dönüştürülmüştür. Çin yönetimi 2017'den beri ülke genelinde kurduğu yüzlerce kampta en az 1 milyon Müslüman Uygur, Kazak, Kırgız soydaşlarımızı hukuksuz bir şekilde baskı, zulüm, işkenceler altında tutmaktadır. Arkadan yana İyi Partisi Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkanmı söz qilib, Sharq Turkiston xalqi uchun hukumatni harakatga chaqirdi va aerodromda bir oyga yaqin vaqtdan buyon kutib turayotgan 11 Uyg'urni darhol qo'yib berishni talab qildi. Shundaqla 4 million Suriyalikka oz ko'rmagan bu vatanni 11 Uyg'urga oz ko'rmaslikka chaqirdi. Rahbar kanalida Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi haqida suhbat elib berildi. 14 noyabr Sharq Turkiston Nozugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavvar Öz Uyg'ur xonim bilan Maryam Muhammad xonim rahbar kanalda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatini tunishtirdi. Programmada Maryam xonim o'zining Sharq Turkistonda ayollarning hijobi cheklanganligi sababidan Misrga chiqib qolganligi, o'zining chet elda bo'lganligi uchun dadasining lagerga tutqun qilinganligi, uningdan keyin oilasi bilan aloqa qilolmaganligi, yo'ldoshining Misr soqchilari tomonidan tutqun qilinib, hozirgacha izdirikining bo'lmaganligi qatorliq Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan bostirish siyosatlarini tunishtirdi. Munavvar Öz Uyg'ur xonim Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan insoniy dafsandachiliklarni tunishtirish bilan birga Xitoyning o'z manfaati uchun har qanday vositani ikkilanmay qildiganligi, hatto o'z ota-onasiga ziyonkashlik qildiganligi, Xitoyning maqsadi faqat Sharq Turkistonni yutib olishla emas, balki butun dunyoni qo'lga kirgizish ekanligi, dunyo xalqi Xitoyning razil maqsadini bilishi kerakligini alohida eskartdi. Muavin prezident Pence Amerikaning Xitoyni tubdan o'zgartirish niyatining qat'iyligini bildirdi. Erkin Asiya radiosunun xabarda bildirilishicha, Amerika muavin prezidenti Mike Pence Xitoy Amerikaning shartlariga ko'nmaguncha so'g'uq urushdan saqlanishning mumkin emasligini bildirdi. Washington Pochtasi gazetining maxsus Eston yozuvchisi Josh Rojenning 13 noyabr kuni e'lon qilgan maqolasida bayon qilishicha, muavin prezident Mike Pence bu so'zlarni uning ziyoratini qabul qilganda qilgan. Mike Pence so'zida agar Amerika bilan bo'lgan bir so'g'uq urush yuz berishidan saqlanaman deydi ekan, u holda u o'zining harakatlarida tubdan bir o'zgarish yasashi kerak. Chunki Amerika endi orqaga yonmaydi degan. Josh Rojenning bayon qilishicha, Mike Pence seshanba kuni Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yuqori darajalik boshliqlari yig'iniga qatnashish uchun Singapurga yetib kelgan bo'lib, bu yig'iniga qatnashadigan davlatlar boshliqlarining kallasida Amerika Xitoy uzun muddatlik strategik to'qinishga qarab ketyapti degan birli savol bor ekan. Mike Pence bo'lsa bu vaqtda to'xtalganda Prezident Trump tutishish uchun Xitoyga eshikni ochib qo'ydi. Lekin biz faqat Beijing Amerika talab qilgandek o'zining savdo, harbiy va siyosiy faoliyatlarida g'oyat zo'r o'zgarish yasagandalar ondan kelishimiz. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, Xitoy bizning bu vaqtdagi pozitsiyamizning qanchalik chinligini bilishi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Trump mushu oyning oxiri Argentinada o'tkaziladigan G20 davlat boshliqlari yig'iniga qatnashadigan bo'lib,
u bu yig'in jarayonida Xitoy raisi Shi Jinping bilan uchrashdi ekan. Amerika bu uchrashishni Shi Jinpingning maqsad muddaosi oshkora bo'ladigan, ya'ni Xitoy Amerika bilan sovuq urush qilishdan saqlanishni xolamamdu degan savolning javobi aniq bo'ladigan bir uchrashish bo'ladi deb qaraydi ekan. Shunga Pence so'zida Xitoyning bu yig'inga faqatli tijorat emas, balki aqliy mulk o'g'irligi, texnika o'tinib berishga zo'rlash, Xitoy bozoriga erishishga cheklama qo'yish, xalqaro qonun va o'lchamlarga hurmat qilmaslik, dengizdagi safar erkinligiga oid xalqaro qonunlarga hurmat qilmaslik va g'arb ellardagi siyosatlarga qo'l tiqish qatorliq bir qator masalalarni o'zgartirganligi haqida to'liq tayyorlik bilan kelishi kerakligini eskartib, Argentina Xitoyning sovuq urushdan saqlanishi uchun oxirgi bir fursat bo'lib qolishi mumkin degan. Josh Rojanning bayon qilishicha, muavin prezident Pence so'zda yana, agar Amerika Xitoydan kutgan javobni olmagan taqdirda Xitoyga qartilgan barliq jazo tadbirlarini yanama oshiradiganligini, Amerika iqtisodining buningga bardoshlik berish iqtidorining kuchliligini eskartgan va biz har jihatdan Xitoydan kuchlik o'rinda, biz bu navbat quruq va'da emas, amaliy natija ko'rmoqchimiz degan. Riyod Qoshiqchining jasadining konsulxonada parchalanganligini e'tirof qildi. Saudiya Arabiston hukumati Jamal Qoshiqchining jasadining parchalanib konsulxonadan chiqarilganligini e'tirof qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabiston bosh taftish mahkamasi Qoshiqchi jinoyati to'g'risida bayonot e'lon qildi. Saudiya Arabistonning Istanbuldagi konsulxonasida sodir qilingan jinoyatda bo'g'ish va o'ltirgudek miqdorda dori ishlatilganligini eskartgan Arabiston bosh taftish mahkamasi jasadning parchalanib konsulxonadan chiqarilganligini bildirdi. Bosh mufattish o'ltirish buyrug'ining konsulxonada tushirilganligini, jasadning qayerda ekanligini aniqlash xizmatlarining davomlashayotganligini so'zlariga ilova qildi. Jamal Qoshiqchining davlatga elib ketish tirishchanligining mag'lubiyatga uchrashi natijasida o'ltirilganligini ta'kidlagan Arabiston bosh mufattishi 11 gumondorning 5iga o'lim jazosi berilishini talab qildi. Saudiya Arabiston bosh taftish mahkamasi Jamal Qoshiqchining o'lim buyrug'ini suhbat o'tkazish uchun Istanbulga borgan guruhining boshlig'ining tushirganligini bildirdi. Bayonotda gumondorlardan birining konsulxonadagi kameralarni buzib tashlaganligi eskartildi. Yana bir tarafdan Saudiya Arabiston taxt varisi shahzodasi Muhammad bin Salmanning maslahatchisi Suud al-Qahtonining tekshirilayotganligi, Qahtonining Saudiya Arabistondan chiqib ketishining cheklanganligi bildirildi. İslam Dünyası ijtimoiy tashkilotlar uchrashishiga taklif. 17 va 18 noyabr kunlari İstanbul Yeni Kapıda 3. navbatlik xalqaro İslam Dünyası ijtimoiy tashkilotlar uchrashishi faoliyati elib berildi. Faoliyatni İslam Dünyası ijtimoiy tashkilotlar birligi bilan Turkiya Xolisona birlashma fondi birlikda tashkillagan. Faoliyatning maqsadi o'zaro tanishish, o'zaro hamkorlashishni ishga oshirish bo'lib, faoliyat yana xalqaroliq ko'rgazma uyushtirildi. Ko'rgazmaga 65 davlatdan 340 tashkilot qatnashdi. Bu ko'rgazmaga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston madaniyat ko'rgazmasi ochilib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli tunishtirildi. Kitob, jurnal va tashviqot varaqchilari tarqatildi. Ko'rgazmaga barliq Sharq Turkiston xalqini alohida taklif qilamiz. Faoliyat o'rni İstanbul Yeni Kapı Avrasiya ko'rgazma va san'at markazi. Ziyorat vaqti 2018 yili 11 oyning 17 va 18 kuni tushdan burun soat 10 dan 18 gacha. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.